Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Yaxshimisiz aka? Nechinchi marta kelishdingiz aka unga? Ko'p kelmadim. Kecha ham keldim, shundan so'ng ketdim. Duvoykan oldingizmi? Zo'r ketibdi aka. Kommentariyada fikringizni yozib qoldirasizlar. Kamera qanchalik ketganligini. Fikringiz qanday aka do'kon haqida? Kelgan bo'lsangiz, demak bilasiz do'kon haqida. Do'kon gapi yo'q. To'g'risini aytavering, nima kamchilik? To'g'risi, yo'q kamchilik yo'q. Hamisha shu yerdan kelib narsa olyapmiz. Aynan qaysi fichkalar uchun kelasiz? Qaysi qulayliklar uchun kelasiz? Narx arzon. Top 3 tasini ayting. Narx arzon, qidirgan plastikani mana ko'proq topaman shu yerdan. Ha? Uchinchisi. Uchinchisi bu sifatli potinkalar, oyoq kiyimlar sifatli-da. Mana hozir ham shuni ko'ryapmiz. Ukam ham olib kelgan. Ya bu ukangizlar? Ha, o'shanga sifatli narsa bo'lganligi uchun kelaman. Gapi yo'q aka. Rahmat fikrlarsiz. Ham yo'q. Rahmat. Sotuvchi o'g'liga qanaqa? Yoqadimi, yoqmaydimi? Yoqadi. Shuni o'zingiz qilasizmi lukni? Ha. Ajoyib. Gapi yo'q aka. Ro'z bo'lasiz videoga qo'yaveramiz. Mayli, sog' bo'ling aka.